الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxari rahmetullah aleyhine El-Edebül Mufret namlıq kitabı. Bugün okuyduğumuz 14. ders. 30. bab. Yaqin tuqquniga yaxshilik qilish. Uningdan sal yaqinroqiga yaxshilik qilish. Ya'ni eng yaqiniga avval yaxshilik qilib, uningdan sal boshroq yaqinroqiga noniki yaxshilik qilish. Miqdam ibn Ma'di Karib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini anglagan. Allah Taala sizlarga onalaringlarni vasiyat qildi, anondikin onalaringlarni vasiyat qildi, anondikin dadalaringlarni vasiyat qildi, anondikin yaqinroqini, anondikin yaqinroqini vasiyat qildi. Ya'ni yaxshilik qilishga buyurdi. Ya'ni onalarga, anondikin dadalarga, anondikin tuqqanlarning darajasi bo'yicha yaqinlik darajasi bo'yicha nasab jihatdan yaxshilik qilishga buyurdi. 61. hadis Osman ibn Affan radhiyallahu anhu'ning azatkarisi mundaq deydi. Payshanba kun kechda juma kun oqshomda Abu Hurayra radhiyallahu anhu bizning qishimizga kelib mundaq dedi. Men bizning qishimizdan qopib ketmagan, sil rahimni uzgan har bir kishini qiyin ahvolda qo'yman, uni gunohkor hisoblayman dedi. Shuning bilan 3 qatim degichilik hech kim o'rnidan turmadi. Ya'ni bularning ichida sil rahimni uzib qo'ygan bir kishi bo'lib Osman radhiyallahu anhu uni bildigan to'q xijil bo'lib turmabdi o'rnidan. Bir yigit o'zining ammachisining qishig'i keldi. 2 yildan beri uning sil rahimni uzib qo'yapti ekan. Uning qishig'i kirdida u ammachisining hayron qilib, "Ey jiyanim, seni nima ep keldi yani? Qandoq shamol uchirib keldi?" deganda hayron qilib so'rabdi. Shundan keyin bu yigit, "Men Abu Hurayra roziyallohu mundaq deganligini angladim" degandan keyin bu ammachisi uning qishig'i bag'in va so'rab baqqan, "Nima uchun shunda debdi ekan?" degandan keyin u beribdi. Berib Abu Hurayra roziyallohu anhudan ahvolni so'ragandan keyin majariyan demabdi va qala deb lamda o'tibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. Haqiqatan odam bolalarining amallari Alloh taologa payshanba kun kechda juma kun oqshomda to'g'rilindi. Sil rahimni o'zguchining amali qabul qilinmaydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mushundaq deganligini anglagan bo'lg'achqa, men shunga o'zimning taliblarga, o'quvchilarimga sil rahimni uzgan kishi bo'lib qolsa, qopab ketinglar deb shunda degan edim deganmanda bu hadisni so'zlab beribdi. 62. hadis Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq degan: bir kishi o'ziga, ya'ni ala nafsihi o'ziga va oilasiga nafiq qilsa, yahtasibuha, uni ajr umid qilsa, illa ajrahullohu taala fiha, mushu nafiqsi qarta Alloh taala uning ajr berdi. Vabda biman ta'ul, o'zining oilasi bilan boshlag'in. Agar eshib qolsa, fal aqrab al aqrab, yaqinlaringga, uningdan keyin yaqinlaringga. Yana eshib qolsa, fanavil bagin, xohlagan kishiga bersang bo'ldi. 31. bab rahmat, ularning ichida sil rahimni uzguchi bo'lgan qavmga tushmaydi. 63. hadis Abdullah ibn Abi Awfa degan kishi mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib, rahmat, ularning ichida sil rahimni uzguchi bo'lgan qavmga tushmaydi. 32. bab sil rahimni uzguchining gunohi, shuning babi. Jubayr ibn Mut'im degan kishi xabar berganki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Sil rahimni uzguchi jannat kirmaydi. 65. hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis so'zlab shundaq degan: haqiqatan rahmat Alloh taolaning, ya'ni rahmat taoladan bo'lgan bir parchadir. Bu rahmat, ya'ni sil rahim shundaq deydi: "Ey Rabbim, men zulm qilindim. Ey Rabbim, men üzüldüm. Ey Rabbim, men, ey Rabb deb shunda deb ketadi. Ya'ni sil rahim uzbatdi boshqalar. Men zulm qildi deb turib shundan deb ketgandan keyin Alloh taolo uning javob berib, "Men seni uzgan kishini uzsam, seni ulg'an kishini ulsam rozi bo'lmamsa" deb shunda javob berdi deydi. 66. hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu kichik bolalarning va ahmoqlarning amir bo'lishidan, boshliq bo'lishidan panohlangan. Shundan keyin Ibn Hazanatul Juhani degan kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhuga uning alomati nima degandan keyin
sil rahimning uzilishi va yo'ldan ezib ketgan, havo havasi birilib ketgan mundaq kishilarga itoat qilinish va aqlli to'g'ri yo'l topgan boshqalarni to'g'ri yo'l boshlaydigan mundaq kishilarga osiylik qilinishi deb tushuntirib qo'yibdi buning alomatini. 33 bab sil rahimni uzguvchining bu dunyodagi jazosi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: hech qanday bir gunoh yo'q, uning gunohi jazosi oxiratga kechiktirilish bilan birga bu dunyoda shu gunohning sohibiga bu dunyoda tez jazo berilishga eng loyiq sil rahimni uzish va boshqalarga zulm qilishdan bekroq deydi. Ya'ni sil rahimni uzib etish va boshqalarga zulm qilishning bu dunyoda ham oxiratda ikki qatim jazosi bor ekan. 34 bab sil rahimni ulg'uchi degan boshqalarga mukofotlaydigan mundaq kishi bo'lmaydi. Ya'ni boshqalar sana yaxshilik qilsa, unga javob qaytaradigan kishi sil rahimni ulg'uchi bo'lmaydi. Balki boshqalar sana yaxshilik qilamdi, qilmamdi, boshqalarga yaxshilik qilalsan, anoniki sen sil rahimni ulg'uchi bo'lsa demakchi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: "Laysal wasili bil mukafi." Sil rahimni ulg'uchi degan boshqalar mukofotligicha bo'lmaydi, ya'ni boshqalar qilgan yaxshilikqa javob qaytaruvchi bo'lmaydi. Lekin sil rahimni ulg'uchi degan uning sil rahimni uzilib ketilsa, uni ulg'an kishi bo'ladi. Ya'ni boshqalar sil rahimni uzib o'tgan taqdirda ham u uliyalsa, ondan u sil rahim ulg'an bo'ldi deydi. Yuqori hadislardan elingan foydalar sil rahimni ulash, sil rahimni ulumag'anlar do'zax kirdi dedi. Sil rahimni uzib o'tgan kishi do'zax kirdi dedi. Alloh taolo hammamizni sil rahimni ulg'ishlardan qilsin. Amin.